Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan qin sohasidagi eroziyaga, vaginal suyuqlikning hidli ajralmali holatlariga, jinsiy aloqadagi og'riqli holatlarga, opusheniya matkaga, kista, mioma, mana shu kasalliklarga, endometriozga tabiiy retsept sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bir martalik qo'llaniladigan jenskiy tampon. Bu retseptimiz qiz bolalarga tavsiya qilinmaydi, faqat ayollarga. Tamponni olasiz hamda aptechniy chakanda moyi kerak bo'ladi. Облепиховое масло. Облепиховое masloni endi yaxshiroq ko'rinish uchun mana shunaqa bankachaga solganman. Bir choy qoshiqdan 3 mahal och qoringa ichasiz 1 oy davomida. Shu bilan birgalikda endi bu ichingizdan davolash uchun vaginal sohani davolash uchun tamponimizni chakanda moyiga bo'qtirib olamiz. Hayz paytida mumkin emas, homiladorlarga men tavsiya qilmayman, lekin homiladorlarga ham mumkin. Mana chakanda moyiga 2 daqiqa, 1-2 daqiqa davomida bo'qtirib olamiz o'rtoqlar. Mana yaxshilab bo'qtirib olamiz. 2 daqiqadan so'ng iloji boricha buni kechki mahalga qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Ushbu tamponni 4 soatdan 8 soatgacha qin sohasiga qo'yiladi. 4-5 soat turganini o'zi ham yetarli bo'ladi. Lecheniya kursimiz 1 oyda 10 kunni tashkil qiladi. 20 kun dam olib, kelasi oyda yana 10 kun shuni lecheniya qilsanglar bo'ladi. Juda ham yaxshi effekt beradi. Keyin vaginal sohadagi papillomalarga, har xil toshmalarga, poliplarga ham juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Tug'ruqdan keyingi razriflar bo'lgan, kimlargadir chokla tushgan bo'ladi. Chilla chiqqandan keyin mana shu tampon qo'yilsa, qin sohasini torayishiga, choklaringlarni yaxshiroq bitishiga, vaginal sohadagi nima desamkin, kengayish holatiga, ya'ni havo chiqish holatlariga ham juda ham yaxshi, effektli, samarali ta'sir ko'rsatadi. Shifoli bo'lsin o'rtoqlar. Bizga yana bitta like bosib qo'yinglar.